Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'i orqali kuzatib boradigan hurmatli obunachilar. Biz bugun Andijon viloyati Baliqchi tumani Matonat MFga kelganmiz. Bizni YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan akamizning xonadonlaridamiz. Akamizni shu uyning oldi ayvonini eshik romlar bilan to'sib berganmiz. Oldin bitta ko'rib baho berasizlar. Yarashgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz. Xo'p, Aluminji 306 Aldox 1 da bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Teraskamizda tay yo'q, keyin g'ishini urib yuboradigan bo'lgan akamiz. Shuning uchun strapli qatirib, podagonga qo'yib, undan keyin romini o'rnatib berdik. Xo'p, aynalar 2 qavat oq yo'q holatda bo'lgan. Oq odatdagidek tashqariga solingan, chunki Shatlanka Gold Sweatda 8 lik to'qib berganmiz. Bunga tosh gullardan foydalanganmiz. Romlarda har bitta pastidagi ko'ziga 2 tadan, tepa framugasiga, liniyka markaziga bittadan qo'yib berganmiz. Eshikka ham xuddi shu holatda, faqat bunda o'rtada katta toshgul qo'yib berganmiz. Tepa framugasiga bitta bo'lgan. Bu tashqidan ko'rinishi. Bitta baho berib qo'yasizlar. Endi ochilib yopilishi ruchka zamoylari bilan tanishtirib o'taman. Ruchkasi Aluit Termo 65 ta ruchkasidan chempion zamoylarimiz, ochilib yopilishlari ko'rishingiz mumkin. Juda ham chotki va mягкий ishlaydi. Rezinkalari 5107 SPS bosma rezinadan. Ruchkadan yopilishi. Ruchkani chertishi ham chotki ishlaydi. Zamogimizni yo'lishga soqolik, shovqinni kamaytirib bergani va qulflanishini ham ko'rsatib beraman. Keyin bunaqasini ko'rganmisizlar? Bu klientimiz tagiga g'ishini o'zim urib olaman degan uchun podagonlarni qo'yib, kak bitta romda osib qo'ydik. Xo'p, 30 lik Alux 306 ning o'zida podagonlarni qo'yib berganmiz. Podagonligimiz akplasdan. Ko'rishlaringiz mumkin, ranglari birga bir tushadi. Shatlankalar qo'yilgan, romlarda ruchkasi akva logotiflari bilan. Delfinlarimiz ochilib yopilishlari juda ham chotki holatda bo'ladi, hattoki oshiq-moshiqlarigacha ham akvani logotifi bilan joylashtirilgan bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu akamizniki ofis summasi kelib o'rnashi 5 yillik kafolati garantiyalari bilan 8.500.000 so'mga tushdi. Addiniy narxlari bilan, razmerlari bilan aytib o'tib ketaman. 1.5 ga balandligi 2 metr. Xuddi shu holatda ikkita bir xil romimiz bor. 2 qavat aynak, oq yo't, shatlankalik Gold Sweatda gullari bilan. Donasi 2.800.000 so'mdan tushadi o'rtacha. Eshigimiz 1.20 ga, balandligi 285 adashmayotgan bo'lsam, bu ham 2.800.000 so'm atrofida bo'ladi. Xo'sh, aytilayotgan summasi o'sha obyekt summasidan yuqori chiqadi odatda. Juda ko'pchilik bizga aytadi, narx aytyapsiz, donasini deyapti, obyekt o'rnatilgan obyekt o'sha summasini aytyapsiz, balans bermayapti bir-biriga. U odatiy hol balans bermasligi, shunaqa ob'yom bo'ladigan bo'lsa aytaylik, ikkita rom, bitta eshik, обязательно narxi arzonlaydi akalar. Chunki bizda расход pay hisoblanadi odatda. Bundan qolayotgan material bunisiga ishlaydi. Shuni hisobiga faqat ishlaydigan materialning puli hisoblanadi. O'z-o'zidan material narxi tushadi. Tan narxi kamayadi. Xizmat haqi ham shunga yarasha kamayadi. Ob'yom qancha kattalashgan sari xizmat haqi shuncha kamayib boradi. Qubbo akfa bilan qoling, Qubbo akfa doimo sizlar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.